Drujbaga endi kelib oldik. Ana bog'ga, Botanika bog'iga kelsa uzoqlik qotdi. Pushkindan chiqib yana ancha yurish kerak edi. Shuning uchun taksi chaqira qoldim. Hozir uklondan taksi kelsin, keyin taksida keta qolaman. Tezroq boraman-da, to'g'ri, oyog'im og'rib ketdi, men yuraverib. Borib ozgina shu Botanika bog'ida o'tiraman. Agar salqin daraxtlar rostdan hali ham yam-yashil bo'lib turgan bo'lsa, o'sha yerda o'tiraman, keyin unpacking qilamiz. Mana bu yerga olgan kitoblarimni hammasini ko'rsataman. Nimaga olganlarimni aytib beraman mayli. Hozir taksi ozgina kech qoldi, chunki kech qolmayapti. Aslida o'zi hozirgina chaqirdim. Endi u kelish kerak. Hozir probka Toshkent hamma bilgandek. Shuning uchun yo'lga yuribdi. Mayli. Mana kelib oldik endi. Hozir men bu yonimda Botanika bog'i. Lekin ichida odam yo'q. Ishqilib yopiq bo'lmasin-da. Bu ham Toshkent hayvonot bog'i tarafdan kirsa bo'lar ekan u. Yo'q, ochiq deb yozib qo'ygan saytda. Men ham bilmayman, lekin Toshkent hayvonot bog'iga kirish 40 ming so'm ekan. Biz Botanika bog'iga o'tib ketamiz deb so'raymiz. Biz hali gapirayotgan yonida kimdir bor deb o'ylayman, lekin yo'q mana. Faqat bir o'zim. Keyin sizlarga kitoblarni unpacking qilib beraman. Nega odam yo'q ichkarida? Qatdan kirsa bo'lar ekan. Lokatsiyani to'g'ri qo'yib aytgancha. Hozir sal nariroqqa tashlab ketdim. Qaramayman-da. Shuning uchun har doim Yandexga kirgan paytingizda yoki uklondan foydalanganinglarda lokatsiyani to'g'ri o'zga harakat qilinglar. Shunda zo'r bo'ladi. Mana qarchi, endi kelamiz. Bir urologiya instituti bor ekan, undan oldida Botanika bog'i mana. O'shda kelman, ham atak qarishlar deyapti, men bir o'zimman. Shunaqa yuraman chunki. Hozir mana endi kiramiz. Pulini yo'qligini bilmayman, hozir so'ramiz. So'raymiz deb. Mana qarchi, endi boqqa ham kirib oldik. Endi bironta yaxshi joy topish kerak. O'tirishga yoki yotishga. Yo'qlarda ham nimadirlar bor ekan. Borib ko'ramiz hammasini endi. Ketishgacha mashta aylanamiz. Suvlar bormi? Qatga borishim, lekin to'g'ri ketyapman o'zimcha. Bu yerda ham sotiladigan market hamma narsa bor ekan. Короче, kirib oldik. Kirish 15 ming ekan. Talabalarga ham bilmayman, endi men aytdim. Yo'q, o'simliklar kolleksiyasi. Kirish aytdim, shunaqa dedim. Botanika bog'iga dedim. Bitta o'zim. Talabamisiz dedi. Ha, talabaman dedim. Keyin 15 ming kartamni yechib oldi. Bo'ldi. Hamda bir bola Gullar Allum Garden. O'tga kirish mumkin emas, lekin ana o'tiradigan joyda o'tirish mumkin bo'lsa kerak. Naryoqda velosipedlar ham bor ekan. Aylansa bo'lar ekan. Kimdir bilan kelsam agar aylanaman birga. Hozir men bitta ozgina o'tirgim kelyapti mana. Sizlarga ko'rsataman u kitoblarimni. Men bitta tozadigan umiddaman, toza bo'lmasa ham menga farqi yo'q. Qarorchi shunaqa. Kelib oldim mana endi. Hozir o'tiribman. Oyog'im yomon og'rib ketdi. Shunga bir bas o'tirmoqchiman. Nafas o'tirib, keyin yana turib, aylanib, butun Botanika bog'ini ko'rib kelamiz. Belinglar bor ekan, albatta. Qushlar. O'zi masalan hozir ketayotgan joyimda men shahar qatga borgan bo'lsam, aylangan bo'lsam ham hammasida men telefon ishlatib, telefon ko'rib o'tirganim yo'q. Yo'l bo'yi masalan telefonda tutib yuradiganlar borda. Unaqa men telefon tutganim yo'q, tutmayman ham. Unaqa o'zi ko'p. Kerak payt bo'lsa telefonni olib ko'raman. Nimaga? Chunki detox haqida YouTube'da bitta video ko'rganman. 3 kun detoks qilgan. U shakar ham yemagan, telefon ijtimoiy tarmoq hech nimadan foydalanmagan. Telegram, Instagram, TikTok hech nimadan foydalanmagan. Men masalan foydalanaman, to'g'ri. Kiraman, o'qiyman, yozaman, lekin uni aytgan menga bitta gapi yoqqan. Nima degan? Siz tashqariga chiqqan paytingiz shaharda bo'lasizmi, qishloqda bo'lasizmi, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar atrofga yaxshilab qarab, ovozni eshitsangiz, bu aslida qanaqa go'zal musiqa ekanligini bilasizda. Hozir masalan qancha qushlar sayrayapti, tabiatning o'zini ovozi. Yoki mana hatto shamol esayotgani ham odamga mazza, zavq beradi-da. Lekin ko'pchilik buni tushunmaydi. Musiqa eshitib yurishadi yoki da
atrofga qarashmaydi. Telefonda reels tutib o'tiraverishadi. Unda nima foyda? Masalan, oddiy nafas olishingizni o'zi ham anavda g'animatda. Bir pazdan keyin mana shu deb to'yib nafas ola olasizmi, yo'qmi, uni hech kim bilmaydi. Shuning uchun kerak bo'lsa oddiy nafas olishni ham anaqa qilinglar-da. Telefondan ko'ra chiqinglar. Qo'pol o'tganda-da. Otganda masalan men ham rasmga tushib yoki telefon tutib, Telegram, Instagramga video olib yurmadim. Oldim. YouTube uchun vlog oldim men ham. Endi bundan tashqari lekin telefonga kirib, Telegram tutib men o'tirganim yo'q. Hozir masalan keldim, o'tiraman, endi video olman shunda ham. Men telefon tutib o'tirganim yo'q. Ya'ni menga mazza shu yurgan paytda shu tabiatda o'zini ovozini eshitib yurish menga mazza. Atrofga qarayman. O'sha bola aytdi, masalan, shuncha paytdan beri faqat telefon tutib, reel ko'rib, mana scrolling qilib yuravergan bo'lsa, endi atrofga yaxshiroq qaradi-da. Ketaman dedi. Atrofga endi yaxshiroq qarayman. Men bitta mana bu narsalar bor ekan. Hattoki o'zini, masalan, mahallasida nima borligini ham bilmay qolgan darajada bo'lganda odamlar. Chiqadi, nimadir bor, uni ko'rmaydi u odam. Faqat telefon scrolling. U nima foyda? U zarar, faqat xotirani pasaytiradi. Sizlar mana yo'q, tabiatimizda maza qilsanglar-chi Toshkentda. Masalan, men keldim, o'tirman endi. Nimaga oyog'im og'ridi? Undan tashqari zerikdim. Sizlar bilan gaplashib o'tiraman. Yozmayapsizlar-ku, to'g'ri? Kommentariyaga qolgan fikrlarni yozishinglar mumkin. Lekin men sizlarga hozir bir pazdan keyin kitoblarimni unpacking qilib beraman. Nimaga olganim? Faqat men bundan yaxshiroq joy topib olishim kerak. Telefonimni qo'yib qo'yadigan. Meni endi shtatifim yo'q. Mana qarashim bunaqa joyladaman. Men bitta nima edi menmi? Bir nima piyoz gardenda, короче. Gullar ekib qo'yilgan. Masalan, shu gullarni tomosha qilish kerak odam. Mana shu tekib olib, masalan, o'tirsam-da, nima foyda? Bu hayotda yaralgan narsalarni ko'rib sizlar qoyil qolsanglar-chi. Naryoqlarning hammasi bor. Lekin hozir masalanchi, daraxtlar yashilmas ekan. Yashil payti ham albatta odam kelishi kerak, mana shularni ko'rish kerak. Bu yerda havo toza bo'ladi-da, chunki daraxtlar bor. Undan tashqari shabada, hozir ham shabada esib turibdi-da, mazza qilib o'tiradigan joyda. Ko'raman hamma kelayotganlar, kirayotganlar mana bitta yaxshi ko'rgan qizi, yaxshi ko'rgan yigiti bilan kelyapti menimcha-da, endi aniq ayta olmayman. Lekin shunaqa qilishyapti-da menimcha. O'zini ayoli bilan kelsa, u it's not a problem. Lekin shu masalan ko'pchilik shundaylar, shunaqa odamlar bilan kelishyapti-da. Unda ham ma'no yo'q-da, masalan. Kelib o'tirishadi, mana bitta quchoqlashib. Baribir maza qilmaydi. To'g'risini aytaman, men mana shu o'tirishimdan maza qilaman-da. Unaqa qilsa maza qilmaydi odam, ishonaveringlar, nariga aytganimdek. Hozir shunchaki o'tirishingiz o'zida maza qilasiz. Mashina kelib turib, kitob o'qib o'tirgan qanaqa maza? Uyda bunaqa sharoit bo'lmaydi. Uyda shovqin bo'lishi mumkin. Shovqin bo'lmagan taqdirda ham uyda odam qisib qo'yadi-da u. Nima deydi? Yurak siqiladi. Meni yuragim siqiladi to'g'risini. Tashqariga chiqib shabadada masalan o'tirib kitob o'qisa qanaqa emas odamga. Menga yoqadi ishni. Hozir o'zi ham kitob do'kondan nechta kitob oldim? 5 ta kitob oldim. Yo, 6 ta hozir. 2 ta o'rtog'im bergan kitob bor, o'zim 4 topman. Uzraga aralashgan bo'lsam, hozir hammasini ham packing qilib beraman sizga. Faqat aytgan telefon qo'shishga joy topib oling. Men deyman. Garchi men yaxshi ko'raman degan umiddaman. To'xta, men o'zim ko'rib oling. Men yaxshi ko'rinar ekanman. O'tirsam yaxshi ko'rinar ekanman hozir. Sizlarga hamma olgan kitoblarni bitta-bitta ko'rsataman. Mana bu. Mana qamar. Shuncha kitob oldim. Nima shuncha? Teskari qo'yibman mana. Ikkitasi qizil, ikkitasi qora, oq, sariq ekan. Bosh ko'rsataman nima kitoblar. Tasodifga aldanganlar. Bu kitob meni o'rtog'im berdi menga. Nimi Nicholas Tibel kelib chiqishi livanlik bo'lgan amerikalik ICS olim. Короче, bu trader edi. Undan tashqari biznesmen edi, adashmasam. Menga birinchi kitobni olgan paytim yoqib qolgan joy, mana bu qora eganda ichida mana varaqlari ham mana bu qora bo'lsa kerak, ichida mana bu qorada yozilganlar oqda yozilgan bo'lsa kerak deb o'ylovdim. Keyin qarasam unaqa emas ekan. Mana shu masala menga yoqadi-da.
polni masalan qora, mana bu yozuvlari oqda yozilgan bo'lsa u zo'r. Masalan, bunda mana ko'zim og'riydi. Uyda svet yoqib qo'yib kitob o'qiyapsiz, ko'zingiz og'riydimi yo'q men bilmayman, lekin meni ko'zim og'riydi. Mana bu harflar chalkashib ketadimi, bir nimalar bo'lib ketadi-da. Tasodifga aldanganlarni men ancha oldin ham o'zi kitoblarini oladigan, sotmoqchi bo'lgan kitoblarim bo'lsa, shularga men bitta kanal ochib qo'yganman, o'shalarga men kitoblarni tashlab boraman. Qaysi bir kitobni olishimni. O'sha kitoblarni anosiga, kanalga. Mana shu kitobni ham tashlagandim. Bu ham juda zo'r menimcha. Endi o'qib ko'rib, iminni o'qib ko'rgandan keyin menimcha video qilaman. Hozir ham lekin zo'r, menga yoqadi shu kitob. Buni eng asosiysi trader odamligi yoqdi menga. Men ham shu an unga kirmoqchi bo'lgan bitta bolaman. Keyingisi pul psixologiyasi. Bu kitobni juda ham ko'p odam maslahat bergan. Sizlar o'ylamanglar, bu kitobni o'qigandan keyin boyib ketaman yo ko'p pul topaman deb hech ham o'ylamanglar. Bu pul psixologiyasi hech qanaqa sizlarni boy qilmaydi. Umuman, aslida hech qanaqa kitob sizlarni boy qilmaydi. Faqat sizlarga yurishni, mana ota-onalar o'rgatadi-yu yurishni yoshligingizda. Xuddi shunaqa bular yurishni o'rgatadi xolos, lekin yuradigan sizlar. Yo'lda tosh bo'lsa qoqiladigan sizlar. Bu kitob ham xuddi shunaqa kitob deb menga ko'pchilik katta ishlatdi zatto telefonim. Lekin boya qanaqa video turganini men bilmayman. Hozir ko'ramiz. Mana shunaqa turadi menimcha. Teskari bo'lib qolish mumkin-da hozir agar hamnaqasiga turgan bo'lsa boya. Shuning uchun boshidan qo'yaman videoni. Короче, nima haqida gap? Pul psixologiyasi kitobi haqida gaplashyapti. Buni aytganimda rosa ko'p odam menga maslahat bergan, o'qish kerak. Moliya, iqtisod shu nima haqida bo'lsa, hammasi kirib ketadi. Eng qizi bu mana salfanlangan ekan. Buni endi o'zim ochib ko'raman. Zo'r kitob. Boylik, ochko'zlik va baxt haqida eskirmas saboqlar. Kirilcha bo'lganiga men yaxshi o'qiy olmayman. O'zbekchada bo'lsa zo'r o'qiyman. Latin alifbosida bo'lsa. Xalqaro bestseller, eslab qo'yinglar, bestseller bu. Bu degani dunyoda eng ko'p sotilgan kitoblardan. Men bu ham bestseller edi. Keyingisi. $1,000,000 xatolar. Buni albatta o'qish shart. Kim qanaqa tarixni o'qishimizdan o'zi ma'no maqsad shu edi. Xatolarni bilib, o'sha xatolarni qilmasligimiz kerak edi. Endi xuddi shunaqa men ham shu kitobni oldim. Bunda masalan o'zi bunda rejasini o'qib turib o'zimga juda ham yoqdi. Masalan, ishonchingizni keragidan ortiq bo'lishi, o'z xodimlarini o'qitmaslik, qarindoshlarni ishga olish haqida. Bizani masalan jamiyatda yoki qurilayotgan bizneslarda ko'p xatolar etilgan. Mana shu kitobda men o'qimasdan turib aytib bera olaman. Chunki bizda xuddi o'sha qarindoshlarni ishga olishdan tortib hammasigacha bor. Men yuzim yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman videoda. Bundan tashqari qani mana biznes baxt qiladi deb hisoblash. $1,000,000 xato. Значит, bu xato biznes sizni boy qiladi deb o'ylash. Biznes boy qilmaydi, sizni boy ko'rsatishi mumkin. Bu boy qiladi, to'g'ri, qaysidir ma'noda. Lekin biznesi bor odam cho'ntagida $100 bo'lmasa, bu normal holat. Bu aniq shunaqa bo'lishi. 100 yoki 200. Biznesmen masalan $1,000,000,000 puli bor odam cho'ntagida pul olib yurmaydi. Undan keyingisi buzrukning ko'zi. Mana shu ko'zi bo'lsa kerak, qiz emas. Buni kechagina nimaga podkastda ko'rdim, o'shunda maslahat berishdi. Bu kitob 400 betdan oshiq ekan. Buzrukning ko'zi sehrli realizm adabiy oqimining asoschilaridan hisoblangan Gabriel Garcia Marquez qalamiga mansub adabiy boshqaruvchi hayoti haqida roman epidemiyadir. O'qish kerak buni. Keyingisi hozir 4 ta kitob bo'ldi endi. Keyingisi latte omila. Buni menga sovg'a qilishdi. Bitta tanishim, ya'ni aniqrog'i sovg'a qilishni qissa qilib aytganda-da. Oldim mana sizga aytsam, shu kitobni oling deganingiz oldim. Latte omila. Bu juda ham yoqadi. Bu moliyaviy mustaqillik va erkin hayot sari. Ana ko'pchilik aytadi masalan pul psixologiyasi desa, pulni imенно o'sha kitobni o'qimanglar, chunki sizlarni baxtli qilaman degan deb yozib qo'yilgan kitob sizlarni unaqa qilmaydi deydi. Lekin aslida mana shu kitoblarni o'qib, qaysidir ma'noda bilim olish mumkin odam. Tем более biznesmen emas mayli, lekin endi shunga kirib kelayotgan odam shu haqida o'qishim kerak. Moliya, iqtisodga qiziqaman mana bu. Bu kitob
200 betdan oshiqroq. Mana tasodifga aldanganlarga yaqinroq kitob bu. Chunki buning ichida ham ular bor. Hisob kitoblar bilan yozilgan narsalar bor. Mana ichida ham hisob kitoblar bilan yozilgan narsalar bor. Mana aksiyalar, mana bir nimalar bor-ku, hisoblangan moliya, iqtisod, hammasi shu. Marjani hisoblashlargacha bor, hammasi. Bu kitobni обязательно o'qishim shart. Sizlar ham agar boy bo'lmoqchi bo'lsanglar, mana shu kitobni o'qinglar demayman, bar boy bo'lmasa bu kitoblarni o'qigan bilan. Lekin qaysidir ma'noda bo'lishi mumkin. Keyingisi hammani yig'lata olgan Yashamoq kitobi. Endi men bilmayman to'g'risi yig'lata oladimi yo'qmi, lekin harakat qilib ko'radi mayli. Ko'z yoshlarga g'arq qilgan asar. Balki meni ham yig'lata olar, lekin bilmayman. Meni shu kitobni berib turgan o'rtog'im aytish bo'yicha uni hali yig'lata olmabdi, lekin aniq ma'lumot aytgan yo'q menga. Buni kinosini ko'rmoqchi bo'ldim, lekin men qiziqmadim. Kinosi Yaponiya, Koreya haqida ham shunaqa bo'lib ketgan. Kitob yaxshiroq menga. Kino ko'rmay qo'ydim to'g'risi. Gayxuani asar. Mana shu hamma olgan kitoblarim. Hammasi bo'lib, men olgan 4 ta kitob necha pul bo'ldi? 182 mingmi bo'ldi. Men masalan 150 mingga kitob olaman deb kelgandim, lekin 180 mingga kitob oldim. 30 ming raznica. Lekin hech qachon achimayman men kitob olganimdan. Men xursandman. Chunki miyangizga bilinmay hech qachon hech kim olib qo'ya olmaydi, lekin siz hozir mana shu 30 ming yoki 50 ming, 100-200 ming qancha bo'lishidan qat'iyinizlar. Siz yeysizmi yoki maishiy texnika nima, predmet olasizmi? Kitob endi bu bilim manbai desak. Agar predmet olsangiz, u chirishi, buzilishi, nimadir bo'lib ketishi mumkin. Lekin miyadagi narsani hech kim hech qachon olib qo'ya olmaydi. Kechagina Jon Temir Jondor xuddi shu haqda aytdi. Sen boymisan? Boysan, jentren bor, uying bor, mashina, yana puling bordir. Lekin sendan uni kimdir olib qo'ya oladimi? Olib qo'ya oladi, ertaga olib qo'ya oladi sendan. Lekin mana miyamdagi bilimni hech qachon hech kim olib qo'ya olmaydi. Yoki harakat qilib ko'rasizmi olishga mana miyamdagi bilimni? Bor, lekin to'g'ri. Qanaqa aytaymi? Hamma orqa miyagacha yaxshi bitta tirsa udar berilsa, odam jinni bo'lib qoladi. To'g'ri, jinni bo'lgan taqdirda ham ma'lumotlar yo'qolib ketmaydi. Lekin odam hech nimani eslolmaydi. Yetgancha. Bular sovg'a bo'ldi. Kechagi tug'ilgan kunim uchun sovg'a. Rahmat kattagon. Tabriklaganlarning hammasiga ham. Men bu ham shunaqa narsa ekan. Kitobni o'rtasiga qo'yib qo'ygan narsa, lekin men bilmayman qaysi biri. Men bu qog'ozni qo'yib qo'yadimi yoki men bu narsani qo'yib qo'yadimi? Kommentariyaga bilsanglar yozib olinglar. Kitoblarni solamiz, endi bir pas men yotaman agar iloji bo'lsa. Voy, telefonim tushib yomon sinib ketadi lekin. Sizlar ham ko'rdinglar? Qanday sizlar ko'rasizlar? Telefonlar bunaqa aylanib ketgandir sizlarni. O'sha tushib ketgan payt yoki kompyuterda ko'rayotgan bo'lsangiz, bunday dunyo teskari o'tib ketganda. Mana narsani solamiz. Salom. Tug'ilgan kunim normalni o'tdi men uchun lekin. Tug'ilgan kun deganda yo nimadir yeyish yoki nimadir ichish, PlayStation yo nimadirlarga pul sarflasam bo'lardi-da. Mana masalan 400 mingga yaqin pulim bordi. 200 mingga kitob oldim desam, yana 200 ming hozir yonimda turibdi. Uni boshqa kerakli narsaga ishlatmoqchiman o'zim. Endi nimaga masalan PlayStationga bormadim yoki o'tirib biron choyxonaga kirib ovqatlanmadim. Aytganimdek, ular yo'q bo'lib ketishi mumkin-da. Menga eng qadrlisi, eng zo'r sovg'a baribir kitob bo'lardi. O'zim xohlagandek zo'r bo'ldi. Kitoblarim qolmagandi o'zi. Bor edi, Muhammad Yusufni, shayximizni ikkita kitob bor edi. Baxtiyor oila bilan ijtimoiy odoblar bor edi. Ijtimoiy odoblarni o'qiyotdim, uni o'qib tugataman ham. Lekin menga qaysidir ma'noda imенно shu din haqidami kitoblar bo'lsa, unaqa zo'r qiziqib o'qib keta olmayman. Menga aytganimdek sarguzasht asar bo'lsa yoki moliya yoki psixologiya yoki shu iqtisod haqida kitoblar bo'lsa mazza qilib o'qiyman. Shuning uchun mana shu kitoblarni oldim. Nima demadinglar? Kommentariyaga fikirlarni yozib, videoga like bosinglar, podpiska bosinglar. Bu meni YouTube'dagi ikkinchi videoim. Esinglardan chiqib ketmadi, to'g'rimi? Bugun men tug'ilgan kunim bo'ldi.
Men uchun. Sizlar endi bilmayman qayerdan nima qilsizlar. Shunaqa o'tiribman endi men. Mani boshim og'riyapti nimagadir. Suvni bu narsa olib kelsammikin hamdan bor. Katta suv olib kelamiz bor. Kitoblarni turibdi. Hech kim tegmasa kerak menimcha. Kitoblarni mashq qildiramiz. Hech qayerga ketmalaring. Nima? Lekin bu yerda narsalar qimmat bo'lsa kerak. Mayli borib ko'ramiz endi. O, narigi tarafda bor ekan. Shuni oldiga o'tib borib kerakmi? Kitoblarim turibdi. Bolalar mana velosiped yurishibdi. Ketdi. Kitoblarim hali ham turibdi. Men ketaman. I see Sprite. Anta qizlar o'tiribdi ekan. Borib, mana birpas gaplashib o'tiraymikin. Rus ekanda lekin. Men ruschani bilmayman-da, bo'lmasa borardim. Hazlashyapman. Lekin borib o'tirish meni ham farqi yo'q lekin agar o'tirsa lekin keyingi safar kelib mashqda o'tirib beraman. Nima olsamkin? Aysi qancha? Aysi qancha olmaysiz? Necha? 8. Shuni bering. Rahmat. Ana короче. Bo'ldi, narsalarni oldik. Endi borib turibmiz. Yeb-ichib, bu narsalarni etgancha. Ana olmanu, adnarazi idish bormi-da? Yana bitta bering. Adnarazi idish olish etdan chiqdi. Yo'ldan agar adnarazi idish hamma narsa oldik. Endi borib o'tiramiz ozgina. Velosipeddan olib 3 yil davomdan keyin qo'ydim menda. Kelinglar sizlar ham. Mana shunaqa joylarga mazza o'tirib ketasizlar. Lekin narxlar unaqa qimmat emas, to'g'risini aytsam. Bizda ham bir xil shunaqa narxlar menimcha. Men 8000 dedim. Menimcha bu 8000 ga zo'r narx. Zo'r narx kanaliga obuna bo'linglar deb ketish mumkin. Agar reklama olganimda, lekin reklama hali bera. Menda u ancha keyin bo'lsa kerak. Hozir agar men o'tib qolishsa lekin o'zim chaqiraman. Kelinglar, o'tirib yeymiz ham narsalarni yeymiz. Men hozir kameramni qo'yib olay. Bunaqa yotdim, bilan shunaqa narx qo'yaman. Mantan o'qizlar. Shuncha payt meni videoga olyapti deb o'ylasam bosilmay qolgan ekan. Men bilan yeb, men bilan ichib endi bo'ldim. Ana olib kelganim ko'rdinglar-ku. 1 soat men o'tiribman, men videoga olyapti ekan deb o'yladim. Bosilmay qolibdi. Mayli. Endi chiqarini ko'rsam, hozir kirib aylansam. Yana endi turdim, короче, men ancha turdim. Musorni tashlab endi chiqdim. Hozir to'g'riga boramiz, keyin chapga boramiz, keyin o'ngga boramiz, keyin yuraveramiz, aylanib. Men bilmayman, to'g'ridan tarsana bor, yo bu yoqdan bor. Shuning uchun bir chetdan aylanib Aytgancha yozib qo'yilgan narsalar bor ekan. O'sha yozib qo'yilgan narsalarni o'qib, keyin boramiz. Virgin archasi. Mana kimga qiziq bo'lsa, skaner ko'raverasizlar. Archalar qishda ham tirik turadi. Orasiga bir nima lekib tashalgan ekan. Mana короче. Voy, qo'lim ko'rinyaptimi? Bo'lgan ko'rinmayapti. Qushlarga uy bor ekan, qushlarga. Mana. Mana ko'rinyaptimi o'rtada? Virgin archasi hamma joyda. Markaziy Osiyo mana. Biz короче Sharqiy Osiyo ekspozitsiyasi. Tosh daraxti. Uzoq Sharq ekspozitsiyasi. Tog' landshaft. Yashil labirint. Yashil labirint bor ko'ramiz. Sismatika uchastka. Markaziy Osiyo. Karantin. Markaziy Osiyo. Amfiteatr bor ekan to'g'rida. Biologik uchastka. Hammasiga borib ko'ramiz. Ketdi unda. Birinchi tosh daraxt oldiga borib ko'ramiz. Rostdan ham toshdami yoki guvohmi? Har xil joylar bor. Lekin to'g'ri emas. Yoshlar o'tirish hamma joyda. Mas'ul lekin bor. Qo'lim ko'rinib qoldi.
Yana ko'rinib qoldi. Nega unaqa bo'pti men bilmadim. Yo'q, yana ko'rinyapti. Tushunmadim, короче. Короче, chap tarafimizga bormaymiz. Bezovta taqmaylik. Adak ko'rsama. Mana bu tarafda 2-3 ta odamlar o'tirishdi, shunga boramiz u tarafga. Biz atak biz, mana bu o'ngga ketamiz, chap ketamiz ekanmiz shu yerda. Boya qizlarni rasmga tushyapti. Mana ham rasmga olib qo'yib etsam. Vo. Yashil labirint chapda ekan, tosh daraxti o'ngda ekan. Shu yerda o'ngga ketamiz. Tog' landshafti ana yerda ekan. Bu yog'i quyosh uryapti, lekin nimagadir. Borib ko'raylikchi. Bu yoqda ham lekin yoshlar bor ekan. Shunday zo'r joylarda ya. Shularni uyi bor ekan, sizlarga ko'rsataman hozir. Yerlardan o'tamiz. Shularga uy qurib qo'yilgan. Bosish mumkin bo'lsa kerak. Tadam! Lekin eskirib ketgan. Ketdik, короче. Botlardan ketamiz. Boyagina mana ichib qo'ymadim, turtdi qo'limda. Kitoblarim og'irlik qilib ketyapti. Yurgan sari. Tosh daraxt antda bo'lsa kerak, topdim menimcha. Botlar lekin ana unda bor-ku. Yozda yoki da bahorda zo'r bo'ladi shekilli. Chunki mana bu daraxtlar hammasi ko'karsa va shu zo'r bo'ladi. Mana qushlarning ovozini qaranglar, mazza emasmi? Mazza emasmi, okalar? İşte bir tosh daraxt mana menimcha. Lekin hech bir qiziq joyi yo'q ekan. Nima ekan ham shunda bu? Tosh daraxt. To'g'rida deb ko'rsatib qo'yibdi, lekin hech nima yo'q-ku yerda. Mana ko'rinmayapti-yu. Tosh daraxti. Nima ekan? Buni nima? Sement ichiga solib, ana qilib qo'yishgan uchun tosh daraxt deyishgan. Lekin daraxt как положено. Daraxt. To'g'ri. Nima? Lekin sement orasiga qo'ygan uchun ana bo'ldimi shu bilan? Bu yoqlarda nima bor ekan? Bu yoqlarda ham uylar bor ekan. Mana shu daraxtlarning ustiga chiqib ketaymikin. Lekin baland ekan. Bir 20 metr bo'lsa kerak mana bu daraxtlar, qaranglar. Yo'qqa joyladim. Lekin mana bunaqalar случайно qo'rqsam bormi? Men qo'rqaman. Sichqonga o'xshatsam agar qo'rqib ketaman. Men sichqondan qo'rqaman chunki. Uyman bilan tomirlarini. Bu mana bu daraxtlarni. Mana bu uzun. 2000 yillik daraxtlar ekan. Mana bular ham yomon uzun ekan. Shunaqa ko'rchi botanika bog'i mana shunaqa ekan, yana aylanib yuribmiz atak. Mana ko'rchi. Men yuraman mana botanika bog'ida. Iloji boricha o'tga o'tib ketishga harakat qilaman, chunki aytganimdek odamlar bor. Bizda taqmaslik kerak. Velosiped yuradigan yo'l ekan. Shunaqa yaxshi emas degan aytganimda. Birinchi videoyimda ham aytdim, yaxshi emas. Bunaqa qilmanglar. Lekin har bitta stolda ham yo'q, kresloda ham nima ekan u? Qo'yib qo'yilgan stulchalarning ustida hammasida ham bor emas, to'g'ri. Nima ish qo'lim ko'rinib qolaveryapti mana. Endi ko'rinmayapti. Bu tarafda ham daraxtlar qaranglar. Mana qishayib ketgan. Ha. Yana aylanib shu yerga kelib qolmayapmizmi? Men endi zo'r ko'raman degan umiddaman, chunki yuzimga quyosh tushyapti. Ko'zim qamashyapti, lekin meni ko'zim qisilib. Qo'lim ham og'rib ketdi, to'g'risini aytganda-chi. Lekin sizlarga botanika bog'ini ko'rsatishim kerak. Mana bu joylar vashcha zo'r bo'ladi lekin, mana bu ko'kargancha, daraxtlar ko'kargan payt. Salqin bo'lib qoladi. Shunda chap qo'limga olayda kamerani.
Endi chap qo'lda normal. Chap qo'lim og'rimayapti hali beri. Ketdi. Sizlar shunchaki tomosha qilinglarchi, ovozsiz 2 minutdan beri video o'tgan ekanman. Kechirasiz, soatli oldinglarmi? Soatli oldinglarmi? Qanchaga? Yo'qdi ko'rishdi, to'g'rimi? Uyat bo'ladi. 40 ming ekan u. Nima edi? Velosiped. Shu yerda ham lekin musorlar borda. Bunaqa yeb tashlab ketmanglar, hurmatsizlar. Kesalarga o'bbala yaqinlashtirish qanaqa? Bunaqaga. Voy naytarishdan kelgan bo'lardim-da, u bachalarni oldidan yurganimda. Lekin masalan qo'lim qish qilib qotdi endi. Endi bu qo'lga o'tqizish kerak. Ha. Uch qomatdigan umiddaman. Masalan, shunaqa joylarda yursanglar charchamaysizlar. Men masalan charchamayman-da. Atrofga qarab, ko'rib, mana shunaqa joylarda men charchamayman. Lekin bir joyda o'tirsangiz o'zi charchab ketasiz-da. Lekin odamga qiziqarli bo'lsa, menimcha hech qachon odam charchamaydi. Men bunaqa qilib olishim kerak. O'tgan videolardagi xatolar. Men bunaqa qilsam yaxshi ko'rinmas, men bunaqa qilsam zo'r ko'rinar ekan. Shunaqa qarochi. Hali bir qiziqarli zo'r narsa ko'rmadim, lekin chista tabiat mana shunaqa zo'r bo'ladiki agar mana shular ko'kargandan keyin. Endi men hozir ana payt kelib qoldim-da. Nima edi oti? Qurigan payti qishda. Qishda emas, bahor, lekin endi ko'karyapti bular hammasi ham. Mana endi yoshlar ham tarafda. Ikkalasi bir-birini oldidan o'tib ketyapti. Uyat bo'ladi unaqa yurmaydi. Men bu qo'limga olib hozir deb olaman, to'xtab turinglar. Mana qarang. Mana bu o'rtada ko'l bo'lgan shekilli. Pastlikda lekin suv yo'q. Mana bu yerda arulaga kelgan. Daraxtlarni kesishibdi. Mana arulaga kelgan, mashga suv to'ldirgan bo'lganda birinchi. Lekin hozir suv yo'q. Mashdan ko'l bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana yoshlar, bunaqa yurmaydi. Mashta suv bo'lganda zo'r bo'lardi lekin. Albatta suvga cho'milmasdim. Lekin это товарный вид. Chunki anta hozir borib ko'rsam, mana bu narsaga yozib qo'yilgan, ko'lni yozib qo'yilgan bo'ladi, bir bolada yozib qo'yilgan bo'ladi. Mana bu daraxtlar ham necha yuz ming yillik daraxtlar. Men qo'limga olib ketdi hozir 1 minut. Ikkita qo'limga olay. Bo'ldi. Masalan, mana bu daraxtlar qancha yillikdir? Mana bu tarafda ham bo'lgan menimcha. Chunki mana bu taraf ham chuqur. Mana bularni ham kesib tashlashgan. Bular ko'karish kerak endi. Yo'q, o'ziga tegishli emas. Mana bu yozib qo'ygan bo'lardi agar. Suv qurib ketgan. Taqiqlanadi. Mana gulxan yoqish, musor tashlash, chekish, futbol o'ynash. Kamera qayerda bor ekan? Kamera yo'q-ku. Kamera bor deb yozib qo'yishdi lekin. Qo'limda narsalarim bo'ladi. Shu ko'karmagan holida ham ozgina emas, normalniy chiroyli lekin bo'tlar. Deb to'yib nafas oladigan joylar mashitlar bo'ladi-da. Shaharda, ana it topmas joylarga bir bola joylarga borsanglar, havo yo'q. Tiqilib qolasizlar. Ko'zim achishib, burnim ham achishib ketadi-da, ko'zim achishib ketadi. Ko'proq yoz holatlarida bo'ladi. Hozir qishdan chiqdik, to'g'ri, havo ancha tozalanib qolgan. Shu yerda ham daraxtlarni qo'yib olmaslik o'rnini ko'rsataman. A, ushu, R, teng.
S. Bu nima endi bu? Aysun Aysun Pra nima degani ekan? Men sizlarga yozib tashlagan, hattoki necha yil oldin yozib tashlagan ekan. Men sizlarda men sizlarda Lyosha ko'ryaptimi? Bir bolalar qaraysiz borki. Mendan zo'r vlogger chiqadi, ko'rasizlar. Yo'q. Stop. Yo'qqa qaraymiz. Odam yo'q bo'lsa keyin yurishimiz mumkin, lekin bu yoqqa yurmaymiz biz. Biz mana yoqqa ketamiz. Hozir birinchi o'tib kelgan taraf, mana taraf. Bundan o'tdim, keyin o'rtasidan keldim, keyin yana bundan o'tdim, keyin yana bundan keldim, yana bu yoqqa ketaman. To'g'ri aylanib chiqmoqchiman mana shunaqa qilib. Aylanib chiqib uyga ketsammikan yoki-da yana qayerga borish mumkin-a? Eshitib sizlar? Kuku deb. Bu qushning nomini men bilmayman, lekin yaxshi kukulayapti u. Bundan qolsam yaxshi olinadi, lekin bundan qolsam yaxshi olmayman, chunki bu yoqda quyosh. Mana. Qizlar fotosessiyada. Salqin, shundoq ham zo'r joylar ekan, salqin hozirda o'zida. Bundan qaranglar mana. Qushlarga ovqat qo'yib ketishgan. Men o'zim ko'rmayman, lekin bir nima bor ekan. Bizning mehribon xalq. Toshkent non shahri. Yana nima deb bo'ladi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Qorong'i bo'lib qoldi. Bunaqa o'tlar ko'karib qolgan. Necha minutdan beri olaman bu videoni? 651 minutdan beri olaman. Hozir bitta pauza qilib yana boshlayman. Lekin unaqa qilmaganim yaxshi menimcha. Men tashqi otganda qiyin bo'ladi bir-biriga qo'shish. Shuncha olib ketaveramiz. Men sizlarga video olaman deb o'zim rasmga tushayotganim yo'q, yo boshqa qilayotganim yo'q-da. Mayli bitta rasmga tusha olaman hozir yerda. Keyin sizlarga ham ko'rsataman uni. Yo'q, Ramazonda yaxshi emas. Bu hozir o'tib ketgan makina. Boya yonidan o'tib ketdi, sal nariroqda yonidan o'tib ketadilar. Bunda qaragandim, assalomu alaykum desam, alaykum assalom, sen yaxshi bo'l ekansan. Salom berishmay hozir ko'pchilik eshikdan farqi yo'q olib, ozgina gapirib ketdilar. Mayli, unaqa dedim. Keyin shu bilan ketdilar. Qattan san unaqa dedi. Hozir qaytib ketgan ekanlar. Shunaqa deb ketdilar endi. Albatta Ramazonda yaxshi emas. Ramazondan keyin ham umuman yaxshi emas. Sizlarga aytsam. Hozir ham ichkariga kirib chiqamiz. Qo'shiq eshitib yuribdi. Og'irlik qilib ketyapti ham qo'limdagilar rostdan. Bunaqa joylarda yuraman. Qayerdan o'tsam ekan? Hoppa. Bye. Nariga o'tishimiz kerak. O'sha orqamdagi qizlarni bir formatdan ko'rdim, aylanib. Shunga bu yoqqa o'tib keta qoldim. Bu yoqda o'shim to'st tashalgan. Mana daraxtlar kesib tashalgan. O'tgan. Endi bu yoqqa qarab ketamiz. Menimcha asl bu yerda yo'l bo'lgan. Mana shuni atrgulmi, nima balo bilan. Atrgulmas ekan lekin. Shunaqa joylar qisqasi. Turishda yana bir nima musullar tashib ketishganda borku. Yaxshi emas-da. Biron joyga borib men ham o'tiraman endi. O'shda bitta rasmga tushsam. O'tda yurasku, kimdir oldidan yoki kimdir orqasidan chiqib qolasizda. Xuddi bir ana kimdir poylab yurgan odamdek tuyulib qolasiz. Ujizga ham, ularga ham shunisi yomonlagan. Hozir ham bir 5-6 marta ko'rishib qolman bitta odam bilan. Men bu yoqlar shu yoqqa borgim kelmayapti bu. Dash ketgim kelyapti. Charchadim. Antiga chiqib agar iloj bo'lsa, ikkita rasmga tushaman. Agar iloj bo'lmasa yo'q.
Men tepaga chiqib ozgina o'tiring. Rasmga tushish iloji bo'lsa rasmga tushaman. Bu yoqda yana xarita bor ekan, borib ko'ramiz xaritada nima yozilganiga, qayerda nima borligini. Tepaga chiqsa bo'lar ekan, tepaga ham chiqib ko'ramiz. Tog' landshafti. Ekan, yaxshi hamma joy ko'rinar ekan. Mana hamma joy ko'rinyapti. Pastga tushsa bo'lar ekan. Hozirgina hansirab qoldim. Bu nima ekan bu? Ana nima tilak bog'li, tilak aytib bog'laydiganmi? Salfetka olib ketishdi. İp hamma borib ketdi, musor ko'p bekarga. Musor qiladi, yaxshi emas. Ketdi. Varaylar uchirishgan, ilinib qo'yganlar, men daraxtlarga qaraylar, qanchalik baland, hozir ham baland turibdi. Hozir men qancha balandlikka chiqib keldim. Ketdi, endi pastga tushamiz. Men 6,5 minutdan beri o'tgan ekanman. Amfiteatr bor ekan. Yevropa iqlim chap degan. Navigatsiya may taksidan ko'rinar ekan. Shimoliy Amerika ekspozitsiyasi. Bunga borib ko'rgan ekan. Pastga borib ko'rmoqchiman, lekin u yoq qiziqmas deb tuyulyapti menga. Nima deydi? Pastga tushamiz yo'q. Lekin tushib ketamiz shu. Mashhur qiziqtirdi. Markaziy Osiyo ekspozitsiyasi. Seismatika. Mashta o'tirib olib bitta rasmga tushib beraymi? Hozir. Sal nariroqqa boraylik. Yerga o'tirib olib masalaga rasmga tushib beraman. Ashla normal ekan. Qo'limdan tushib ketyapti ham suv dash bor-ku. Shunday qo'yamiz hadi, ukali. Men oltiga. Bunda qilsam normal bo'ladi. Mayli, rasmga tushaman, keyin sizlarga ko'rsataman. Bu yoqqa qaraychi, hali qaydan turib borib qo'ysa kerak edi. Shuncha men qaytib keta qolamiz. Bo'ldi, qaraychi, men ozgina zerikdim. Ketmoqchiman. Yana bitta rasmga tushib olyapti. Hatta ham ko'l qurib yotibdi menimcha. Velosipedda bosib 200 yuradigan joylar ekanda, tep-tepsa. Uy, men ko'rsataman hozirlarga zo'r joy. Mana qarang. Bo'mishlarning uyimi deysa, yo'q, bu eliflarning uyi. Elifning maydoni bu filmdagi. Shuni bir nima boshimga tushib ketmasligini. Voy, o'tirib olamiz shunaqasida. Voh, zo'r joylar ekan, lekin telefonim yaxshi olamayapti. Zo'r joylar ekan. Yomg'ir tushadi lekin bitta. Ustiga bitta salafan tashlab oladi agar bo'mishlar sho'rtda yashasa ham. Lekin zo'r joy ekan rostdan. Salqin. Lekin bo'li u yoz kelsa agar undan battar bo'ladi. Hozir mashina o'zida shunaqa turibdi. Qo'ling ko'rinur qildi do'stlarim, bilaman. Mana bunaqa joylar. Piknik qilishadi, motoga olib bilmayman. Qanday kirib ketaverasizlar, mana. Mana teglari, voy. Lekin bu yoz kelgandan keyin bahorda o'rtalarga borib, chista ana o't bo'lib ketadi-ku. Nima deydi shu narsani? Yashniydi-ku, o'shundan keyin men boshimgacha tushib turadi bular. Hammasi. Ata ichiga kirib olmay qolsa kerak. Havo ham qolmasa kerak buning ichida menimcha. Shuning uchun yozda kirish maslahat bermayman. Bulardan mashinada yurib qo'yman. Men ishga ketyapti lekin bilaman. Mana qarchi. Olaveraman men, farq yo'q menga qo'y. So'p ketyapsan, brat. So'p ketyapti. Voy, qo'ling ko'rinur qildi, kam deysizlar bilaman. Mana qarchi, mashina joyda yuramiz. Yaxshi labirint yo'q ekan-ku. Labirintga borib kirib ko'ramiz. Vo?
O, labirintga aylanamiz, ketdi. Ketdi, okalar. Mamplardan chiqib bo'lmaydi o'zi aslida, lekin chiqib ketishgani bor ekan. Ketdi. Qaysi tarafdan chiqish kerak? Biz kiramiz lekin ketdi. O'ldi. Lekin bir nima chiqib qolsa bormi, yomon qo'rqaman. O, men bilan kesish kerak lekin boshimga tegib yuribdi. Kamerang xira do'stlar, bo'ldi tozalab beramiz lekin. Endi-chi? Endi ham normal emas, baribir bilaman. Ketdi. Yashil labirint. Voy bala, yomon qo'rqib ketdim. Buni ilonga o'xshatdi. Bu narsani ko'rasizlarmi? Arqonmi bilmayman bu narsa nima. Biz hech kim kirmagan joyga kiramiz. Mana bularda. O'rtadan pistol qo'yishdi qaron. Shuni ham yoshlar olib kirgan bo'lsa kerak shotga. Buni o'zi chiqish joyi qayerda ekan? Mana chiqib ketaman. Ammo o'tamiz. Ana. Bu yerda devorlar ham buzilib ketganda, devor buzilmasligi kerak-ku. Shu devorlar ham buzilib ketgan, voy bala. Ketdi. Ashtan to'g'riga chiqib ketaman, ha? Chiqib ketaman. Ketdi devor buzuk. Bu tarafda o'zi chiqib ketadigan joy qilib qo'yishdi, mana. Oxir zerikkanlikdan. Mana. Bunday o'tamiz aka, keyin bu odamda eshik boshqadan chiqib ketamiz. Ana sizlarga chista. Yashil labirint. Lekin bunaqa ko'p joyda emas, hozir tegib qoldim. Qayerdan chiqib ketadi? Bu yerdan men chiqish joyini topolmayman endi. Chiqish mana bu tarafda menimcha. To'g'ri kelyapman menimcha. Men esladim, birinchi o'pman, tosh taraf tarafga ketib bordim. Mana men bitta birinchi videoni eslasanglar. Bu yoqqa ketmadim, men bu yoqqa ketdim. Endi qaytamiz. Bu yoqqa yaqinlashtirar ekan. Qarshi shunaqa botanika bog'i mana shundan iborat. Lekin men mana taraflarga borganim yo'q. Taraflarga borishgan ana kinoteatrmi bir bolalar bor. Paxtakor stadioni qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa. Usti yopiq faqat. Kinoteatrda ham. Projektordan nima? Shunga o'xshagan narsada kino qo'yib bersa kerak, kino qo'ysa ham. Aslında seni sıkama koşun. Yok az önce hadi. Yok bir olan kaçtı yok. Hadi önce. Kaç falan oğlum? Nerede? Yerine teşekkür. Qarshi mana shu maktablarga borganimni aytganimda, keyin soatga ham albatta borib ko'rsaman. Ko'rib turgan edik, botanika bog'iga keldik, aylandik. Shu bilan botanika bog'iga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetadi. Botanika bog'idan men chiqib ketaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha demayman, chunki har bir kun tugamadimi, demak bizda video tugamaydi. Hali mahallaga borib, uyga borib qiladigan ishlarimiz bor. Kechasi balkim chiqamiz, bu joyga borarmiz. Shularning videosini qo'shib qo'yaman. Hali yo'lda ketayotganda ham qo'yaman. Hozir men endi bir amallab metroga yetosam, agar oyog'im sinib yo'qolib ketmasdan, xudo xohlasa oyog'imni ko'rsataman. Charchamanglar, videoni ko'rishda davom etinglar, like bosinglar, komment yozinglar, podpiska bosinglar. O'tgan safar qo'ygan videoyim 3-4 kunning ichida 1.8 soatgina ko'rilibdi. 1.8 soat degan 2 soat emas. Men videoyim 40 minutlik video. 100 dan ortiq odam ko'rgan, to'g'ri, juda ham kam. Lekin o'rtacha ko'rishlar vaqti 2 minutga yaqingina bo'lyapti. Boshqa hech qancha bo'lmayapti. Nimaga 2 minut ko'rib chiqib ketyapsizlar, men tushunmadim. Oxirigacha ko'ringlar, yo qiziq emasmi? Shunaqa qarochi. O'tgan videoga like bosinglar, obuna bo'linglar, kommentariy yozinglar, charchamanglar eng asosiysi. Mana biz endi qaytib ketamiz.
Hammaga xayr. Короче, men mana shu Botanika bog' tarafdan kelyapman. Men bu yo'l yo'lda to'g'risi bu yoqqa qarab yuradigan. Ham poyezd yo'l. Poyezd yo'lni oldiga o'tib ketamiz. Eng qizig'i, mana bu yerda Horrot restoran bor-da, roadside. Mana shu yerda biz ishlaganmiz bitta o'rtog'im bilan. Ofitsiant bo'lib yozda. Bahor keldi hozir masalan. Men o'tib ketamiz endi. To'kirib o'lchaman mana shu yerdan. Hozir men bir reysni bosib qo'yib. Pastda mana mashinalar hammasi. Bizdan mana radar yozuvini oldiga jo'natardi. Bor sigaret olib kelardi. Mana ular. Chef o'g'irlar jo'natardi biz bor sigaret olib kelib borib kelardik. Mana bu yerda ishlardik. Bu 3-4 eng tepasidagi qavatida restoran bor, eng birinchi qavatida restoran borda. O'sha paytlar. Bu yerda jinni voqealar bo'lgan. Azamat degan o'rtog'im agar videoni ko'rayotgan. O'zing nimadir gapiradi. Mana shu ishlagan paytimiz Azamat degan bola o'ziga eksiydi. Nimalar bo'lmagan bo'lsa-da. Biz ham mantlardan o'tardik biz ham. Narigi mashina tarafdan o'tib kelardik-da. Mantdan kirib ketardik, pastga kirib ketardik-da. Shu bilan shu yerda ishlagan paytlarimiz bo'lgan. Yoshligimizda deb aytardim, lekin hali bir yil ham bo'lmadi. Shunaqa endi. Mana shuni o'tib ketaman. Men nari yoqdan keldim, hozir yurganman. Oyog'imda oyoq qolmadi, lekin to'g'ri. Bu restoran bizga tanish. Mana bular. Mana o'ng tarafda eng kichkina eshik turibdi. Shu yerdan kirib ketardik. Hozir endi nariga o'tib o'tsam, bir amallab. Hatta choyxona degan restoran bor. Hali kirib qaytamiz endi. Mana o'tib oling. Eson-omon. Hoppa, reels boshladim hali ham. Qo'rqaman. To'g'ri, ana tepadagida to'p bor, reelsda to'p bormi yo'qmi, unisini men bilmayman lekin. Agar bo'lsa lekin nima emasda. Keyin afsuslanishga iloji qolmaydi agar to'p bo'lsa. Ha, mayli, xato qilib ko'rsam o'rganib olaman degan narsa yo'q. Shunaqa gaplar qarochi. Narigi bitta avtosalonlar bor lekin. O'sha paytlar. Hali yana ko'rsaman. Mana bitta qarochi, BMW bor. BMW M5 lar bor ekan. U eng kattagisi 4 litrlik Twintur bor ekan. Mana bular XM'lar, XI'lar, ichkarisi ham kirib ko'ringlar. Bu Mercedes kirdim, endi BMW kirmayman deb o'zimcha. Hazillashib shoshib o'zim kirib ko'rardim bular. Ichida Volvo'lar ham bor. Mercedes, BMW, hammasi bor, joyi faqat BMW bor ekan. Agar BMWga kirgim kelmadi yoki-da bilmadim nima bo'ldi qarochi, lekin kirmadim. Agarchi metrodan endi chiqib oldim. Uygacha boraman. O'shdan video qilishga harakat qilaman. Chunki zaryadkam kam. Undan tashqari o'zi unaqa oladigan narsa ham yo'q. Shunaqa qarochi, agar kechga yana nimadir dvijeniya bo'lsa, video qilishim mumkin ham. Agar yo'q bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Qarochi mana yetib kelgancha bo'lgan. O'rtog'im oldidaman. Men keldim. Shu videoning oxiri bo'ladi. Bugun kunimiz shu Qamarga borish bilan, Mercedes salonga aylanish bilan, shu Botanika bog'iga borish bilan o'z yakuniga yetdi. Kelganimcha bo'ldi. Faqat video ochilishini chiqib qoldi. Keldim, hozir kitoblarimni o'zim ko'rdim, rasmlarga oldim. Mana Mercedes salonlarini o'zim yana ro'yxatda video ko'rib chiqdim. Endi videolarni montaj qilib, xohlasa tayyor bo'lganda YouTube'ga qo'yamiz. Xuddi shu videoni mazza bemalol ko'rishingiz mumkin. Faqat iltimos sizlarni videoni o'tkazib ko'rmanglar. Videoni boshidan oxirigacha ko'rsanglar, bu zo'r bo'ladi. Shuning uchun shunaqa gaplar. Videoni shu oxiri men tug'ilgan kunim o'zimga juda ham yoqdi, nishonlaganim. Shaharda o'tkazgan kunimgacha achimayman. Zo'r bo'ldi men uchun. Sizlar ham ko'rib mazza qilinglar degan umiddaman. Men bu o'rtog'im olib kelgan kitobimni o'qiyapti. Hozir kun shunaqa yakunlandi. Hammaga xayr, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.